Toshkent shahrida aholi salomatligini muhofaza qilishning zamonaviy yutuqlari va rivojlanish istiqbollari mavzusida 7-chi xalqaro forum tashkil qilindi. Anjuman butun dunyo olimlari, shifokorlar va pedagoglar uchun o'zaro tajriba almashish, ilmiy yutuqlarni namoyish etish va tibbiyot kelajagini muhokama qilish uchun muhim maydonga aylana oldi. Zamonaviy muammolarga zamonaviy yechimlar. Aynan shu shior ostida Toshkentda 7-chi xalqaro tibbiyot forumi ish boshladi. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan forum aholi salomatligini mustahkamlash, jamoat salomatligi va unga ta'sir etuvchi xavf omillarining oldini olish, tibbiyot xodimlarining uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish kabi maqsadlarni o'z oldiga qo'ygan. Bu forum jamoat salomatligi, radiologiya, infeksion va noinfeksion kasalliklar, gigiyena, nutritsiologiya, dietologiya yo'nalishlarini o'z ichiga olgan. Bu forumni menga eng yoqqan tomoni, bizning institutimizning talabalari, yosh olimlar ham qatnashmoqda. Men o'ylaymanki, u professor, akademik, dotsentlardan ko'ra ham ko'proq talabalarga ilm berishda juda ham katta ahamiyatga ega bo'lyapti bu forum. Men o'zim ham juda ham ko'p o'zim bilmagan bilimlarni olyapman. Doktorlik ishimda ham juda ham katta bilimlarga ega bo'lyapman. Oldingi 6-forumda ham qatnashganman. O'tgan gal 3ta bizada chet ellik professor qatnashuvdi. Bu yil 30 ga yaqin xorijiy akademik professorlar qatnashmoqdalar. Forumda ko'rsatilayotgan masalalardan bittasi bu tibbiy turizm masalasi, juda dolzarb masala. Chunki prezidentimiz tomonidan qator dasturlar qabul qilinmoqda. Shu asosda faoliyat olib bormoqda biza. Shu bilan birga tibbiy sug'urta masalasi ham ko'rilmoqda. Shu bilan birga biologiyada innovatsiya masalalari, sog'lom turmush tarzi, jamoat salomatligiga xavf tug'uvchi omillar masalalarida ma'ruzalar qo'yilgan, tajriba almashilmoqda. Bu forumdan ham biz katta natija kutamiz. Tadbir tashkilotchisi sifatida Toshkent davlat stomatologiya instituti ishtirok etmoqda. Ta'lim sohasiga innovatsiyalarning kiritilishi, ya'ni eng so'nggi zamonaviy usullardagi 3D simulyatorlardan iborat bo'lgan simulyatsiya markazlari tashkil etilganligi hamda bu markazlar nafaqat professor o'qituvchilarimiz, klinik koordinatorlarimiz, ilmiy izlanuvchilarimiz, balkim talaba yoshlarimiz ham o'sha nazariyada olgan bilimlarini amaliyotda yanada mustahkamlash uchun jihozlangan katta markazdan iborat. Forumda yurtimizdagi yetakchi professor o'qituvchilar bilan bir qatorda Germaniya, Rossiya, Qozog'iston davlatlarining nufuzli oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlari yetakchi akademik va professor mutaxassislari ishtirok etmoqda. Asosiy e'tibor profilaktika choralarini jahon standartlariga muvofiqlashtirish, aholi o'rtasida sog'liqni saqlash psixologiyasini shakllantirish, yuqumli va yuqumli bo'lmagan kasalliklar hamda ularning xavf omillariga qarshi kurashish kabi masalalarga qaratilgan. Forum organizovan na очень высоком уровне. Forum yuqori darajada tashkillashtirilgan, dasturga kiritilgan ma'ruzalar esa o'zining dolzarbligi va zamonaviy yechimlar bilan boyitilganligini alohida e'tirof etmoqchiman. Bu yerda muhokama qilinayotgan mavzularga davlat darajasida ahamiyat berilayotgani esa yurtingizda aynan inson salomatligi va xavfsizligi masalasiga qanchalik katta e'tibor qaratilganiga yaqqol misol bo'la oladi. Universitetimiz nomidan ishtirok etarkanman, o'zbek hamkasblarimiz bilan doimiy ilmiy amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish biz uchun ham katta quvonch va birdek manfaatli ekanligini yana bir bor aytib o'tmoqchiman. Xalqaro forum nafaqat bor tajribalarni almashish, balki yangi ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishga ham turtki bo'lyapti. Bu yerda yosh olimlar o'z loyihalarini taqdim etmoqda. Amaliyotchi shifokorlar esa kundalik tibbiy jarayonlarga yangi texnologiyalarni joriy etish bo'yicha o'z tajribalari bilan o'rtoqlashmoqda. Forum doirasida namoyish etilgan ilm, fan va innovatsion yangiliklar amaliyotga tatbiq etilib, yosh olimlar uchun dasturul amal bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda.